Telegram kanallarda yoki gruppalarda mana shunaqa masalan rasmlar o'zingizni sizni shaxsiy rasmlaringiz chiqib ketgan bo'ladigan bo'lsa, buni jalba qilib o'chirtirib yuborsa bo'ladi. Masalan, mana shunaqa rasmni BBC nimaga qo'ygan. Masalan, bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz xohlamaysiz mana shunaqa sizni e'lon qilishini. Buning uchun mana shu nimani ustiga bosib turasiz. Bu yerda пожалуйста degan joyi chiqadi. Shu yerga bitta bosamiz. Bu yerdan personalniy данные degan joyi bor. O'sha joyga bosamiz. Bu yerdan личный изображение degan joyi bor. Keyin bu yerga o'zingizni nimangizni yozmoqchi bo'lgan nimangizni yozasiz. Xolasangiz boshqa so'z yozasiz. Xolasangiz bu meni rasmim, meni ruxsatimsiz foydalandi. O'shaning uchun buni o'chirib tashlashni talab qilaman deb yozsangiz bo'ladi. Xolasangiz inglizchalab, xolasangiz ruschalab, o'zbekchalab yozishni maslahat bermayman, chunki katta ehtimol bilan tushunmaydi. Yozib bo'lgandan keyin bu yerga пожалуйста degan joyiga bosib jo'natib yuboramiz va Telegram buni ko'rib chiqadi. Haqiqatan sizni rasmingiz bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan o'chirib yuboradi.